Suyultirilgan gaz ta'minotida raqamlashtirish jarayoni bu shaffoflik sari qo'yilgan yana bir qadam. Shunday ekan, bugun tizimda ayni shu jarayon asosida maqsadli ishlar olib borilmoqda. Xususan, Face ID orqali biometrik tasdiqlash yo'lga qo'yildi. Viloyatning barcha hududlarida ushbu tizim asosida jarayonlar davom etyapti. Navbatdagi lavha viloyatning Peshku tumanidan tayyorlangan. Buxoro viloyatida 167 mingdan ortiq suyultirilgan gaz iste'molchisi mavjud. Ularga Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan belgilangan reja grafikka muvofiq gaz ballonlari yetkazib berilmoqda. Ma'lumki, tizimda raqamlashtirish jarayonining kirib kelishi sabab bir qator qulayliklar yaratilgan. Bu orqali esa muammolarning oldi olinmoqda. Qulayliklardan yana biri Face ID'ning joriy etilishi bo'ldi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan suyultirilgan gaz yetkazib berishdagi yangi tajriba amaliyotga tatbiq etilgan bo'lib, unda har bir chilangar maxsus planshetlardan foydalangan holda iste'molchilarga suyultirilgan gazni yetkazib berishi ko'zda tutilgan. Mazkur planshetlarda e-gaz dasturi integratsiya qilinib, iste'molchining qachon suyultirilgan gaz olganligi haqidagi ma'lumotlar SMS xabarnoma orqali tizimning maxsus bazasiga ma'lumot tariqasida uzatib boriladi. Face ID tizimi bo'yicha aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berish Buxoro viloyatida ham ishga tushirildi va bu tajriba asosida sohada shaffoflikni ta'minlash, korrupsion holatlarning oldini olish maqsadida gazni qayta ishlash korxonalaridan iste'molchiga xonadonbay yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Bu boradagi ishlarni Peshku tumani misolida ko'rib chiqamiz. Ta'kidlab o'tamiz, peshkulik suyultirilgan gaz iste'molchilariga gaz ballonlari 40 kunga bormay tarqatilmoqda. Ob-havoning har qanday sharoitda aholiga kechiktirilmay gaz ballonlari yetkazib berilar ekan, asosiy maqsad ta'minotni yaxshilashdir. Navbatdagi manzil tumanning Malishoyak mahallasi bo'ldi. Hudud ahlining 900 nafardan ortig'i maishiy ehtiyoji uchun suyultirilgan gazdan foydalanib kelishadi. Ular tizim xodimlarining faoliyatidan juda minnatdor. Mana qishlog'imizda gazni vaqtida olib turibmiz. O'tgan oyda 20siga kelgan bo'lsa, bugun 21. 21da mana qabul qilib mana olamiz. Hammasi sharoitimiz juda ham yaxshi. Uyimizga shu tushirib o'zlari kirgizib berib ulab ketadi. Rahmat shularga. Endi o'g'limiz doim bu ishga bo'lmaydi-ku. Doimo chiroyli qilib o'zlari qo'yib, yoqib berib ketadi. Eslatib o'tamiz, gaz ballonlari fuqarolarga nazorat tarozilarida o'lchab berilmoqda. Maxsus ID kartalar orqali esa to'lovlar amalga oshiriladi.